Qashqadaryo viloyati boshog'i don yetishtirish jihatidan respublikada yetakchi o'rinda turadi. Viloyat g'allakorlari o'tgan 2025-yilda mamlakatimizda eng ko'p don yetishtirdi. G'allakorlarimiz o'tgan yilgi yutuqlarini yanada mustahkamlash uchun astoydil harakat qilib, 2026-yilda ham g'alladan yuqori hosil yetishtirish harakatida bo'lishdi. Shu maqsadda ular o'tgan yilning kuzida barcha maydonlarga g'allaning erta pishar va suvsizlikka chidamli navlarini ekib, yashil maysalarini o'ndirib olishdi. Dehqonlarimizning amalga oshirilgan harakatlari bilan g'alla maysalari vaqtida oziqlantirilib, agrotexnik tadbirlar me'yor va muddatlarda amalga oshirildi. Uning natijasida g'alla baravj rivojlanyapti. Bu ishlarning yanada yaxshi bo'lishi, g'alladan ko'zlangandan ham yuqori hosil yetishtirish uchun dehqon fermerlarga Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot institutining mutaxassislari va olimlari o'zlarining amaliy yordami, maslahat va tavsiyalarini berib kelishyapti. G'alla maysalarini bargidan oziqlantirish, ya'ni suspenziya qilishning afzallik tomonlari ko'pligi har yilgi tajribalardan ham sinovdan o'tgan. Bu ishlarni amalga oshirish institutning fetabar va o'simliklar fiziologiyasi laboratoriyasi olimlari zimmasiga yuklatilgan. Albatta bunga amal qilgan dehqonlarimiz ko'zlangan natijalarga erishadilar. Mart-aprel oylari g'allachilikni parvarish uchun muhim davr hisoblanadi. Ya'ni ayni hozirgi davrda. Ushbu davrda to'g'ri parvarish qilinsa, kelajakda g'allaning rivojlanishi va hosildorlik uchun muhim ahamiyatga ega. Agar hozirgi davrda g'allaning rivojlanish davrida aynan shu naychalash davrida to'g'ri parvarish qilmasak, hosildorlikni pasayishiga olib kelishi mumkin. Shu bois hozirgi kunda belgilangan barcha agrotexnik tadbirlarni sifatli o'z davrida bajarishimiz shart. Jumladan sug'orish ishlarini, azotli o'g'itlar bilan oziqlantirish ishlarini, kasallik va zararkunandalarga qarshi kurash ishlarini o'z vaqtida va belgilangan me'yorda bajarishimiz shart. Bug'doy o'sish bosqichiga qarab oziqa moddalariga bo'lgan talabi turlicha bo'ladi. Ya'ni bug'doy o'sib borgan sari oziqaga bo'lgan talab ortib boradi. Shu bois mana aynan naychalash davrida, hozirgi davrda o'sish rivojlanish davriga qarab unib chiqish davri va tuplash davriga nisbatan oziqaga bo'lgan ehtiyoji yuqori. Shu bois hozirgi kunda ayni damda biz tezroq azotli o'g'itlar bilan g'allani rivojiga qarab oziqlantirishimiz muhim hisoblanadi va bu o'g'itlarga qo'shimcha ravishda barg orqali o'simliklarni suspenziya orqali oziqlantirishimiz muhim agrotexnik tadbirlardan biri hisoblanadi. Barg orqali oziqlantirish bizga nimani beradi? Ya'ni biz barg orqali o'simliklarni hozirgi kunda oziqlantirsak, o'simlikning o'sish rivojlanishi tezlashishini hamda qurg'oqchilik, kasallikka chidamliligini oshirishini va mahsuldor poyalarni ko'proq shakllanishini, shuningdek shu bilan birga hosildorlikni 10-15% ga oshirishga yordam beradi. Bugungi kunda barg orqali oziqlantirish preparatlarini zamonaviy bir qancha preparatlar ishlab chiqarilmoqda. Shu jumladan institutimiz sinov tajriba maydonlarida sinovdan o'tgan Biovak, Fitobiosol, Agropladar va shu kabi preparatlar bilan barg oziqlantirsak, yaxshi samara beradi. Barg orqali oziqlantirishni biz boshoqlash davrigacha havo haroratini inobatga olgan holda, ya'ni shamol tezligini, yomg'irli havo bo'lmasligini inobatga olgan holda boshoqlashgacha 3-4 marta oziqlantirishimiz shart. Shuningdek, bug'doy uchun fosfor va kaliy elementlar ham muhim hisoblanadi. Agar tuproqda fosfor elementi yaxshi bo'lsa, yaxshi ta'minlangan bo'lsa, o'simliklarni, masalan, g'alla misolida aytadigan bo'lsak, g'allani qurg'oqchilikka chidamliligini hamda boshoqlarni shakllanishini yaxshilaydi. Agar tuproqda kaliy yetarli bo'lsa yoki belgilangan miqdorda o'simlik ushbu kaliylarni ola olsa, kasallikka chidamliligi va shuningdek sifatli don shakllanishini yaxshilab beradi. Fosfor va kaliy o'g'itlar ekishdan oldin beriladi. Agar ana shunday ekishdan oldin berilmagan maydonlar bo'lsa yoki belgilangan tartibda fosfor kaliy o'g'itlar bilan berilmagan bo'lsa, ushbu maydonlarda fosforli o'g'itlarga qarshi o'simliklarning ehtiyojini qondirishimiz uchun biz tarkibida fosfor kaliy bor preparatlar bilan barg orqali oziqlantirsak ham yaxshi samara beradi. Misol uchun bizning institutimiz tajriba maydonlarida ko'p yillardan beri sinovdan o'tayotgan Efopizem preparat. Ushbu preparat tarkibida 25% fosfor bor. Shuningdek, Yaratera kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Kristalon o'g'iti. Ushbu o'g'it tarkibida 40% fosfor bor.
biz ushbu aytib o'tgan va shunga o'xshash tarkibida fosfor bor preparatlar bilan hech bo'lmasa bosh oqlash davrigacha bir marta, agar iloji bo'lsa 2 marta oziqlantirishsak, ushbu elementlarga bo'lgan talabni qondira olamiz. Bu aytib o'tgan barcha agrotexnik tadbirlarni sifatli va o'z vaqtida belgilangan me'yorda bajarsak, biz kelgusida yuqori va sifatli don hosili olishga erishishimiz mumkin. G'alla maysalarini o'suv davrida oziqlantirish va sug'orishning ahamiyati juda katta. Vaqtida oziqlantirilib, qondirilib sug'orilgan hamda zararkunandalar va hasharotlarga qarshi kurash olib borilsa, ko'zlangan natijaga erishish mumkin. Mutaxassislar ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan dehqonlar va olimlarning tajribalari shuni ko'rsatadiki, azotli o'g'itlarning don sifati va ko'rsatkichlariga ta'siri katta ekan. Bugungi kunda g'alla ekini nafaqat qishloq xo'jaligining strategik tarmog'i bo'lib qoldi, balki oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda ham muhim strategik ahamiyatga ega. Shu bois aynan hozirgi kunda g'allani o'sib rivojlanishi uchun muhim agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida bajarish yuqori hosil va don sifatida alohida o'rin tutadi. Hozirgi vaqtda g'allalarimizni azotli o'g'itlar bilan, ya'ni ammiachniy selitra bilan oziqlantirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni bu hozir yog'ingarchilik yaxshi bo'layotganligi sababli azotli o'g'itlarni ham biz 3 ga bo'lib beramiz. Aynan hozirgi damda 40% azotli o'g'itni berish, ya'ni gektariga 150-200 kilogramdan, ya'ni o'sish rivojlanishiga qarab bersak, g'allani o'sishiga, rivojlanishiga, hosildorligiga yaxshi natija ko'rsatadi. Bundan tashqari har bir agrotexnik tadbirni aynan hozir naychalash va bosh oqlash fazasida turibdi. O'sha har bir agrotexnik tadbirni o'sha fermer xo'jaliklari o'z vaqtida qilsa, yuqori va sifatli hosil olish garovi bo'ladi. Ya'ni o'sha azotli o'g'itlarni hozir bergan vaqtimizda o'sha o'sish rivojlanishiga qarab 40% berishimiz, keyin yoki bu azotli o'g'itlarni kechikishi yoki me'yordan ortiq berilishi ham bu g'allamizning hosildorligiga ham, sifat ko'rsatkichlariga ham ta'sir qilib ketadi. Bundan tashqari buni sug'orish me'yorlarini ham o'z vaqtida ta'minlash, ya'ni hozirgi vaqtda yog'ingarchilik yaxshi bo'layotganligi uchun o'sha biza sug'orishni yengilgina sug'orish o'tkazsak, hozirgi vaqtda kifoya hisoblanadi. Chunki har bir agrotexnik tadbir, misol uchun o'g'itlash, sug'orish yoki kasalliklarga qarshi kurashish hosildorlikni va sifatni oshirishda yoki kamayishida ta'sir qiladi. Misol uchun o'sha azotli o'g'itlarni oladigan bo'lsak, ammiachniy selitra, ammoniy sulfat yoki karbamid o'g'itini oladigan bo'lsak, eng yaxshi don sifatini oshiradigan o'g'it karbamid hisoblanar ekan. Biz bu bo'yicha 3 ta o'g'it bo'yicha tajriba o'tkazib ko'rdik. Har bir agrotexnik tadbirni o'sha g'alla o'sish rivojlanishiga alohida ahamiyati katta deganim, birgina misol uchun kasalliklarga qarshi kurashmasak ham don sifati tushib ketadi. Ya'ni kasallikka, begona o'tlarga yoki zararkunandalarga qarshi kurashmasak, bularning sifat ko'rsatkichlari tushib ketadi yoki azotli o'g'itlar asosan bug'doy don tarkibidagi oqsil va klikovina miqdorini oshiradi. Biz mana agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida qilsak, o'sha hosil va sifatni ko'taramiz, lekin bu holat navga ham bog'liq. 50% o'sha hosildorlik va sifat navga bog'liq. Birinchi o'rinda yaxshi nav tanlab ekib, keyin uni tadbirlarimizni vaqtida olib borsak, g'allamizni o'sha hosildorlik va sifati bundan tashqari ob-havoga bog'liq. Bizlarga bo'lmagan holatlarga ham bog'liq. Mana o'tkelni oladigan bo'lsak, biz don sifatini laboratoriyamizda tekshirayotgan vaqtimizda o'zimizda yaratilgan o'sha navlarni ekib ko'rib sifatini tekshirganimizda bizda yaratilgan yuksalish navimiz bor. O'sha yuksalish navimizning 1000 dona don vazni 48 gram chiqadi. O'sha o'tkeli aynan donni pishish davriga kelib, ya'ni issiq haroratning yuqori bo'lishi donni to'lishmasdan tez pishirib tashladida ko'p bizani donlarimiz o'sha puch va o'sha 1000 dona vazni naturasi kam bo'lishiga olib keldi. Ya'ni o'sha biza to'g'ri agrotexnik tadbir qo'llashimizdan ham tashqari bizlarga bog'liq bo'lmagan holatlar ham mavjud. Mana endi bu yil
yilimiz yaxshi kelyapti. Nasib bo'lsa, o'sha to'g'ri har bir narsani vaqtida bajarsak, sug'orishlarni, o'g'itlashlarini, ya'ni kasalliklarga qarshi ishlarni vaqtida bajarsak, o'sha kafolatli va yuqori don sifat ko'rsatkichlari yaxshi hosil olamiz. Hozirgi kunda ilmiy tadqiqot institutining tajriba maydonlarida o'stirilayotgan g'alla naychalash fazasidan o'tib, boshoqlash fazasiga kirgan. Shu jihatdan institutning donli ekinlar seleksiyasi laboratoriyasi olimlari g'allaning erta pishar navlarini, gibrid navlarini tanlab, dehqon fermerlarga tavsiya qilishyapti. Hozirgi kunda qishloq xo'jaligida g'alla parvarishi, g'alla rivoji bo'yicha hozirgi kunda qishloq xo'jaligi vazirlik tomonidan hamda prezidentimiz tomonidan bir qancha qarorlar hamda topshiriqlar berilib kelmoqda. Hozirgi kunda o'sha fermerlarni boyitish hamda ulardan yerdan, suvdan oqilona foydalanish maqsadida biz Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti olimlar tomonidan bir yoqadan bosh chiqarib, bir qancha tadqiqotlar olib bormoqdamiz. Hozirgi kunda g'allani 90-100 sentnerga oshirish maqsadida biz g'allani 115 dan ortiq xorijiy hamda mahalliy navlarida keltirib, undan tashqari yumshoq bug'doyning 840 dan ortiq hamda qattiq bug'doyning 50 dan ortiq, bahorgi yumshoq bug'doyning 70 dan ortiq, arpaning 40 dan ortiq namunalari o'rganilmoqda. O'rganishlar tadqiqot natijalariga ko'ra hozirgi kunda aynan havo harorati bilamizki, yog'in miqdori kam bo'lganligi yoki bo'lmasa aynan kuz oylarida havo sovib ketishi yoki bo'lmasa aynan mum pishish davrida havo harorati keskin oshib ketishi, ya'ni 50 dan 60 gradusgacha oshib ketish natijasida g'allaning don push bo'lishiga hamda don sifati tushib ketishiga olib kelmoqda. Shu nuqtai nazarda biz qishloq xo'jaligi markazidan 40 dan ortiq hamda o'zimizning mahalliy 20 dan ortiq mahalliy navlar hamda xorijiy navlar bilan birgalikda 115 dan ortiq navlar tadqiqot sifatida o'rganilmoqda. Bu tadqiqotlar davomida sovuqqa chidamliligi, tashqi muhitning stress omillariga, ya'ni issiqlikka, quruqchilikka, ayniqsa sho'rga chidamli, zang kasalliklariga chidamliligi bo'yicha tadqiqotlar olib bormoqda. Bu tadqiqotlar bo'yicha hozirgi kunda aynan mart oyining hozir 3-dekadasida, ya'ni boshoqlashni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni 4 ta navimizda, mahalliy hamda xorijiy navimizda boshoqlashni ko'rishimiz mumkin. Bu nima degani? Bu erta pisharlik degani. Bu tub soni yuqori, mahsuldor poyasi yuqori. Bu fermerlarimiz uchun erta pisharligi, bu aynan pish davrida havo harorati 40 dan 50 gradusga oshish natijasida pushga olib kelmoqda. Shuni oldini olish maqsadida biz g'allani erta pisharligini aniqlab, kunning issiq kunlariga qoldirmasdan yuqori hosilni olish. Ya'ni o'tgan yillar ekkanimizda biz tadqiqotlarimizda ko'rdikki, shuni 60-70 sentner berganligini aniqlagandik. Bunda hozirgi kunda erta pisharligini aniqlayapmiz. Bu fermerlarimiz uchun kun issig'ida qoldirmasdan, erta pishar nobud qilmasdan don yirik, 1000 donasi yuqori, hosildori yuqori bo'lgan navlarimizda yig'ishtirib olib, fermerlarimiz uchun 70-80 sentner beradigan navlarimizni tanlab beramiz. Bundan tashqari hozir fermerlarimizdan oldida qo'ygan bitta maqsadi kam xarajat qilib yuqori hosil olish maqsad. Shu maqsaddan kelib chiqib biz Pokiston Islomobod universitetidan keltirilgan yuqori hosil beradigan gibrid bug'doylarimizni keltirganmiz. Ya'ni bu gibrid bug'doylarimiz 90 sentnergacha beradigan g'alla gibrid bug'doylarimiz hisoblanadi. Bundan tashqari 4 ta urug'chilik sifatida gibrid bug'doy keltirildi. Va bu tadqiqotlar davomida onalik, otalik shakllari o'zimiz mahalliy bahorgi bug'doy navlarimiz bilan birgalikda yonma-yon ekilgan holda duragaylash ishlari hamda seleksiya ishlarini olib borish, bundan tashqari birlamchi urug'chiligini tashkillashtirish maqsadida keltirilib, hozirgi kunda seleksiya ishlarini bajarish maqsadida G'uzor tumani tajriba maydonida ekildi hamda birlamchi urug'chiligi 1 gektar maydonda tashkil etildi. Bu g'allani 90 sentner don sifatini yuqori beradigan navlar bo'lib kengaytirish maqsadimiz. Bir so'z bilan aytganda, g'alla xalqimizning rizqi ro'zi, farovonligimiz, to'kinchiligimiz manbai. Viloyatimiz bo'yicha mo'l g'alla hosili uchun omilkorlik bilan ish olib borilyapti. Har yilgidek qashqadaryolik g'allakorlarning xirmonlari yuksaladi. Dehqonlar va fermerlarning iqtisodiy manfaatdorligi yanada oshishi shubhasizdir.